Xitoy Turkiyaning Uyg'urlar haqida Xitoyni tanqid qilishi iqtisodiy munosabatlarga buzg'unchilik qiladi dedi. Xitoy doiralari agar Turkiya Uyg'urlar haqida Beyjingni tanqid qilishni davomlashtirsa, ikki davlat orasidagi iqtisodiy munosabatlarning tahdidga uchraydiganligini aytdi. Bo'libmi, Turkiyaga zo'r mablag' solmoqchi bo'lgan energiya va ul asliya shirkatlarining buning salbiy ta'siriga uchraydiganligini ta'kidladi. Reuters agentligiga so'z qilgan Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Dingli, do'stlar orasida ixtilof va xato tushunish bo'lib qolishi mumkin, lekin biz bu masalalarni dialog orqali hal qilishimiz lozim. Hammiyada do'stni oshkora tanqid qilish qurilish xarakterlik bir usul emas dedi. Kanada hukumati Brunswick o'lkasidagi Konzi institutini taqvidishga tayyorlanmoqda. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, o'quvchilar sinfda faqatla Xitoy Kommunist partiyasining ideologiyasining o'rgatilganligini shikoyat qilgan. Buning bilan harakatga o'tgan hukumat doiralari ilm erkinligiga hurmat qilish uchun bu institutni iyunda taqashni qaror qilganligini bildirdi. Milliy Turk Taliblar birligi Qaysari sho'basi o'z yurtingda g'ayribsan, o'z vataningda xor Sharqi Turkiston temasida yig'in o'tkazdi. Yig'inda Sharqi Turkistonning tarixi haqida ma'lumotlar berildi va Xitoy zulmi ostidagi Sharqi Turkistonning kunimizdagi vaziyati tonishtirildi. Shuning bilan birga, Taktan institutida o'tkazilgan bir ustoz ming shogird nomli faoliyatga Sharqi Turkiston majlisi raisi Setim Turk mehmon sifatida qatnashib, Sharqi Turkiston haqida so'z qildi. Hindiston kontrolligidagi Jammu Kashmir rayonida amonlik qismlar bilan isyonchilar orasida chiqqan to'qinishda 2 soqchi va 2 askarning o'lganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Hindiston va Pokiston orasidagi krizga sabab bo'lgan Jammu Kashmir hujumini ustiga olgan Jaysh-i-Muhammad tashkilotining qurg'uvchisi va rahbari Masud Azharning Pokistonda ekanligi jazmlashtirildi. Pokiston doiralari uning nima uchun qo'lga ilinmaganligi haqidagi savolga terrorlik hujumi bilan aloqasi borligiga doir ishonchli dalil yo'q ekanligini aytdi. Eron tashqi ishlar ministri Muhammad Javdat Zarif Amerika bilan Shimoliy Koreya rahbarlari orasidagi uchrashishning natijasiz qolganligi haqida Amerika prezidenti Trumpga yadro kelishimidan texmi yaxshi kelishimga erisha olmaydiganligini aytdi. U, Prezident Trump tantanlik uchrashlar bilan oldi keyiniga dastlashlar bilan jiddiy bir diplomatiya o'tirg'i qo'ya olmaydiganligini to'nib yetdi dedi.